bitta ustani chaqirasizlar, ham MDF eshik romlarini yasab olib borib berishadi, ham akfa eshik romlarini yasab olib borib berishadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hozir sizlarga universal usta topib qo'ydim, ya'ni universal ustaxona. Videoni oxirida ko'rsalaring, qo'ldan kelgancha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Undan oldin bittadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerda qaranglar. Akfa eshik romlari, MDF eshik romlar. Mana MDF rom tayyorlanish jarayonida hozir hali to'liq bitgan yo'q. Mana bu eshiklar, mana bu tomonda ham MDF eshiklar. Ya'ni uylaringga MDF yoki akfa qo'ydirmoqchimisizlar, ya'ni ikkoviga alohida usta chaqirish hojati yo'q. Bitta ustani chaqirasizlar, ham MDF eshik romlarini yasab olib borib berishadi, ham akfa eshik romlarini yasab olib borib berishadi. Hani ko'pincha akfalar, akfa eshik romlari ko'proq shu tashqariga qo'yiladi, ya'ni o'sha gilamning kirishga. Xo'p, mana bu MDF eshiklar bo'lsa, shu ko'pincha ichki, uyning ichki qismiga, ya'ni koridorlarga. Mana bu alyumin eshik akfaniki, mana bu alyumin rom. Xo'p, mana bu tomonda mana plastmassa eshik ham bor ekan, qaranglar. Katta profilda yasalgan ekan. Hali to'liq bitgani yo'q buni. Mana ruchkalarini ham qaranglar. Hali bu joylariga o'sha o'zini qo'yadigan ruchkalari bor, ular qo'yiladi. Bu plastmassa eshik hozir. Mana plastmassa eshik. Mana bu tomonda mana MDF'lar. Xo'p, mana bu alyuminlar, alyumin akfalar arzonroq bo'ladi. Ya'ni plastmassaga nisbatan. Keyin rangli profillar ham sal qimmatroq bo'ladi, bu oqqa nisbatan. Oq plastmassa romlar ham qimmat bo'ladi alyuminga nisbatan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, qaranglar. Narxlari shu sizni zakasingizga qarab, siz qanaqa razmerda zakaz bermoqchisiz, shunga qarab narx chiqadi. Ya'ni hozir bitta narx aytadigan bo'lsak, siz boshqacha zakaz berishingiz mumkin. Shuning uchun narxlar individual klient bilan gaplashadigan holatda bo'ladi. Narxlar unaqa qimmat emas, xudo xolisa hamma ham bo'lib arzon narxlarda. Misol uchun bu 2 qavat oyna qilishlari mumkin yoki 1 qavat yoki gulli, gulsiz oyna bo'lishi mumkin. Shunga qarab narx chiqadi. Xo'p, oddiy misol mana shu standart romlar 1.200.000, 1.300.000 ga tayyor bo'ladi ekan. Ya'ni oqlari. Xo'p, jigar ranglar endi, ya'ni rangli profillar sal qimmatroq bo'ladi. Kimga shunaqa MDF yoki akfa eshik romlar kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'p, undan tashqari bu yerdagi ustakalarimiz taxtadan, yog'ochdan lesnitsa ham yasab berishadi ekan. Ya'ni o'sha ikkinchi etajga chiqqani lesnitsalar yasaladi, shunaqa lesnitsa ham yasab berishadi. Xo'p, o'sha rasmlarini bu videoda ekraniga qo'yib qo'yamiz, xudo xolisa ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa yog'ochdan lesnitsalar ham kerak bo'lsa, telefon qilaversa, shu aytganimizda bu yerda ustakamiz universal ustaga, ancha tajribaga ega universal ustalar yasab, xudo xolisa olib borib berishadi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Xonoboddan bo'lyapti. Ya'ni o'sha Quvadan Sharxonga ketishda shu yo'lida Xonobodda. Bu Sharxon, Andijonlarga ham zakaz olishaveradi. Telefon qilaverasizlar. Pastga shu ustakamizning nomerini qo'yib qo'yamiz.